Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Navbatdagi o'ziga xos fasondagi darvozamizni o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozamizni aziz yurtdoshlar Andijon viloyati Andijon tumaniga olib kelib zakaz bo'yicha o'rnashtirib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga kerakli foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz va bu darvozamiz kvadrat metri necha puldan olib kelib o'rnashtirib berildi, qanaqangi materiallarda yasadik, qanaqangi kraskalar sepdik, to'liq ma'lumotlarni chiroyli qilib video davomida berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamiz 2 liglisda yasalgan, bir qavatli ruchnoy rabota darvozamiz. Darvozamiz o'zlaring ko'rib mana baho berishlaring mumkin. Juda ham chiroyli holatda chiqdi darvozamiz aziz yurtdoshlar. Darvozamiz razmeri eni 395, bo'yiga 3,5 metr razmerda. Darvozamizning asosiy stoykalari polni mana ikkala yoni o'ngga o'nlik 3lik stenali profilda bo'ldi va tag qismi avtomobil kirib chiqadigan qismi o'nlik shiviller qo'yib berilgan aziz yurtdoshlar. Darvozamizning asosiy mana qovurg'a profillari 6 ga 4lik, 1,7lik stenali qalin qora profillardan foydalanganmiz va polnimalar les bilan profilni burchaklariga vibra gullarini qo'yib, 6 ga 1 chaspaklarini qo'yib, juda ham chiroyli holatda qilib darvozamizni ustanovka qilib berdik. Albatta xonadon egalari zakaziga qarab aziz yurtdoshlar, albatta mana shu o'rtalariga ham kofka gullarini qo'shimcha qilib qo'yib, tepa qismini havo aylanishini hisobiga lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib darvozani yasab olib kelib ustanovkasini qildik. Bu darvozamiz aziz yurtdoshlar dastavka ustanovka ichida 900 ming so'mdan kelib o'rnadi. Albatta darvozamiz juda ham chiroyli holatda chiqdi. Mana shu kraskasi ham matvi holatda, zamogi ham mana qora matvi zamoklardan qo'yganmiz, zuber zamok. Bir-biriga padmas tushgan holda juda ham chiroyli holatda bo'lib darvozamiz o'rnadi. Albatta kimga shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz aziz yurtdoshlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.